senga ishongandim. O'z nomingdan hech qachon hokimiyatni olmaslikka so'z berganding. Meni bu yer sening uying ekanligiga ishontirding. Mening o'zim seni uying ekanligimga. Men haqimda nimalarni bilasan? Sen butun galaktikani zabt etding. Minglab dunyoni ham qo'lga olding. Bu haqida nima deysan? Nazarimda endi seni kechirib bo'lmaydi. Yoki gunohlaringni yuvib bo'lmaydi. Gunohlaring juda ko'p. Bilasanmi, senga bir taklifim bor. Polni o'ldirmoqchimisiz? Rejamiz o'zgardi. Ahmoq, o'zimizga o'lim hukmini imzolading. Men nimadir topdim. Kelajak men bilan aloqa o'rnatish yo'lini topadi. Ammo oldinda nima borligini ko'ra olmayapman. Bu qanday tuyg'u? Inson bo'lishmi, boshqalar qatori Pol Atreides? Senda qo'rquv yo'q. Shunday emasmi? Men sharmandalikdan qo'rqaman. Haqiqiy Atreidesdek gapiryapsan. Meni kechir. Barcha ishlar uchun.